haqida men Facebookda maqola yozdim. Shu maqolam asosida ko'rsatuvimni sizlarga taqdim qilyapman. Bugungi ko'rsatuvim Yaqin Sharqdagi urush haqida va buni sabablari haqida bo'ladi. Yaqin Sharqda urush bo'lyapti. Bu urushdan o'zi maqsad nima? Kim bu urushdan manfaatdor? Kim esa qurbon bo'lyapti va jabr ko'ryapti? Bu savol bugungi kunda umumiy insoniy qadriyatlarni qadrlaydigan har bir kishini o'ylantiryapti. Afsus, jahon aholisi va insoniyatning tinchligi va kelajagiga mas'ul bo'lgan liderlarni xatolari va kamchiliklari sababli insoniyat aziyat chekyapti. Shuning uchun menga qolsa yetakchi davlatlarga davlat rahbari saylovlari oldidan mustaqil psixolog, kerak bo'lsa psixiatrlar ko'rigidan o'tkazish kerak va xulosalar olish kerak. Buni sababini tarixdan ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Gitler, Stalin, Pol Pot va Caligula. Bundan ko'plab yana sizlarga misol keltirishim mumkin. Eng asosiylari shular. Ularni qilgan xatolari, ularni xarakterlaridagi kamchiliklari sababli millionlab odamlar aziyat chekkan, hayotdan ko'z yumgan. Nega buni davom ettirishimiz kerak? Afsus, bugungi kunda bo'lib o'tayotgan mash'um voqealarning sababchilari ba'zi liderlarni siyosiy ambitsiyalari va shaxsiy manfaatlariga bo'layotganini shubham yo'q. Ular ko'pincha ulkan lozunglar, mamlakat taraqqiyoti yoki jahondagi xavfsizlik, insoniyat uchun ozodlik va demokratiya yaratish kabi so'zlar ortida yashiringan. Ammo kim jabr ko'ryapti? Oddiy insonlar, navqiron soldatlar va tinch aholi. Har bir jiddiy qarorni inson hayotiga ta'siri bor. Urushlar boshlanadi, qurollar sotiladi, neft va oltinning qiymati oshadi, logistika qimmatlashadi, kimlarningdir cho'ntagi qappayadi. So'ng esa urush yakunlanadi, pullar sanaladi, orderlar taqiladi, ba'zi birlarni pogollardagi yulduzlarning soni ko'payadi, lekin haqiqiy qurbonlar oddiy soldatlar o'ladilar, nogiron bo'lishadi, kambag'al va qashshoqlashadi. Tinch aholini uyi, sog'ligi va tinchligi buziladi. Bundan adashmasam 30 yillar muqaddam AQShlik bir repchi bo'lardi. Tupac ismi. Uni qo'shig'ida shunday aytilgandi. Siyosatshunoslar urushni boshlaydilar, generallar orden oladilar, navqiron soldatlar esa vafot etadilar. U oddiy shu kabi haqiqatni aytib borar edi. Shuning uchun ham menimcha uni o'ldirib yuborishdi. Haqiqat kimga ham yoqardi? Ayniqsa haqiqatni yashiradigan va faqat o'zini shaxsiy manfaatini o'ylaydiganlarga yoqadimi? 30 yil o'tdi. Lekin uning so'zlari hali ham dolzarb va haqqoniy. Bu haqiqat bizga aniq hushyorlik berishi kerak. Gap faqat tarix kitoblarida yoki rep qo'shiqlaridagina emas, balki har kuni dunyoda sodir bo'layotgan voqealar va reallikda. Bu vaziyatga javob ham oddiy. Voqealarni tanqidiy qarash, haqiqatni ochiq aytish, har birimiz o'z fikrimizni bu voqealarda his qilishimiz, o'ylashimiz va yozishimiz kerak. Ijtimoiy adolatni qo'llab-quvvatlash va inson hayoti qadrini himoya qilishimiz kerak. Agar biz o'z oynalarimizdan qaramasak, ya'ni vaziyatga, haqiqat har doim ko'zimizdan yashiriladi. Jahon voqealarini yoritish va haqiqatni aytmoq bu ham ijtimoiy harakat va mas'uliyat. Ijtimoiy va siyosiy voqealarni tanqidiy ko'rish bu nafaqat huquqimiz, balki har birimizni mas'uliyatimiz ham.